Salom do'stlar, bugun sizlar bilan JoHMC kanali. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham kulgili bo'lgan kontent olamiz. Bu kontentning nomi Minecraft, lekin men cheaterman. Nomli kontent. Bugungi videoda maqsad ajdarhoni yo'q qilish. Qaramasam ketdik. Video shartlari. Endi xohlagan ishingni qilishing mumkin. Nima desa bo'ladi? Xohlagancha cheat yozishing mumkin. Shunaqa. Qaramasam ketdik bolalar. Bizni birinchi cheatimiz bunaqa bo'ladi. Buni bosamiz. Effekt sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Sizlarga cho'tka cheat. MLS bunda qilasizda resistansiya deysizda. Resistansiya 999 deysiz va 255 qilasiz. Mana. Endi siz hech qanday o'rin olmaysiz. Va yana shunaqa bir cheat o'rgatmoqchiman. Buni bosasiz. Effect deysiz. MLS hozir shu bilan hech qanday o'rin olmaysizlar. Men ko'rsatgan cheatimda. Men lekin unaqa o'ynamayman. Buni qilamiz. Game mode qilamizda. Creative qilamiz. Bu yerdan biz buni qilib olamiz. Nimaga biz kichkinagina so'qsin yasashimiz kerak. Katta qilishimiz nechta bo'ldi? 6 7 ta bo'ldi. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 endi qayerda edi buni narsasi? Ketdik yo'q. İşlenmedi. İçine çağırız. Minecraft'ını yetecek bu olursa. Maksat Minecraft'ını yok yetişedi. Endi buni pastroq qo'yib turamizda. Buni olmaymiz, hech nima olmaymiz, chunki chalamiz. Buni ham portlatib o'tirmaymiz. Mana shu yerda turamizda. Portlatmaymiz deyapman. Effect qilamiz, MLS qilamizda. Strings bosib 999 va 255 qilamiz. Va bizda kuch bor. Bu bilan biz nima qilamiz? Bu bilan borib turib ajdarhoni bir videoda achamayotgan qilamiz. Happy. Va biz o'z maqsadimizga yetdik. Mana bolalar, bugungi video ham tugadi. Juda ham kulgili bo'ldi. Va aytganimizdek, biz cheatermiz. Xohlagan narsamizni yozishga bo'lardi. Xohlagan narsani yozdik ham, xohlagan narsamizni qildik ham. Yana keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.